Man Toshkent davlat agrar universitetini bitirganman-da. Biza o'sha 5 yillik o'qiydigan nima deydi davrda eng oxirgi 5 yillik bitiruvchilardan oxirgisi bo'lganmiz. Endi ekonom fakti iqtisod fakultetida o'qiganman. Bizaga Said Ahmad kelganlar. O'sha paytda bizaga insho yozdirishgan. Endi bilmayman shu mehr bilan yozganmanmi, bir qanaqadir ichki kechinmalarimni yozganman-da. Shuni yozganimda Said Ahmad menga kitob sovg'a qilganlar. Shunda aytganlar: "Qizim, nima qilib yuribsiz bu universitetda? Siz jurnalistikaga borishingiz kerak edi", deb aytganlar-da. O'sha kun hayotimdagi eng bir baxtli kunlarimdan biri bo'lgan. Chunki shunaqa odam mani nima deydi inshoyimni deydimi, bir ozgina qilgan bir mehnatimni deydimi, shunaqa bir yuzaga chiqarib qadrlab ko'rsatganlar-da. Lekin men hech qachon buxgalter bo'laman deb o'ylamaganman. Buxgalteriya bizada dinastiya deydi-yu. Dodam rahmatli buxgalter bo'lganlar, keyin onam rahmatli buxgalter bo'lganlar. Avvaliga muhtojlikdan boshlagan bo'lsam, majburlikdan. Undan keyin shu muhtojlikdan davom ettirganman. Keyin borib o'zim shu kasbga mehr qo'yib qiziqib ketganman.